ayının 15. günü Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Quruqluq Armiyasida general mayorluq harbiy unvoni bilan uzun yil xizmat qilgan Mehmet Rıza Bekin vafotining 15 yilligini xotirlash munosabati bilan Uyg'ur Akademiyasi vaqfi, Sharqi Turkiston vaqfi, Azofli ijtimoiy yordam va madaniyat jamiyati, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfi va Sharqi Turkiston tadqiqotlar vaqfi qatorliq o'rinlarning tartiblashi bilan bir ilmiy muhokama yig'ini ochildi. Muhokama yig'iniga İstanbul Tijorat Universiteti, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Oğullar Toluq O'ttir Mektebi qatorliq maktablarning o'qituvchilari qatnashib, Uyg'ur general to'g'risidagi eslamalarini xotirlab o'tdi. Mehmet Rıza efendim 1925 yili Uyg'ur diyorining Xotan viloyatida dunyoga keldi. 1937 yili Muhammed Emin Buğra ve Türkiye'nin Afganistan Kabul Büyükelçisi Memduh Şevket Esendal qatorliq kishilarning tashabbuslari bilan harbiy o'quvchi bo'lib Türkiye'ga keldi. 1946 yilda harbiy maktabni bitirgandan keyin yana Quruqluq Armiyasi tarmog'idagi Zambirakcha qism maktabida bilim oshirdi. Mehmet Rıza efendim Türk armiyasida harbiy xizmatga qatnashgandan keyingi yillarda Koreya urushiga qatnashib, Türk armiyasi va Birleşken Devletler Teşkilatı tarafidan ayrım holda G'azi medalyoni ve oliy darajalik xizmat medalyonlari bilan alohida mukofotlandi. General Mehmet Rıza efendim urushdan keyin Türkiye'nin İran'da turishliq harbiy maslahatchisi vazifasini o'tashdan boshqa Türk armiyasining har qaysi organlarida davomli xizmat qildi. 1977 yili general mayor unvoni bilan dam olishga chiqqan Mehmet Rıza Bekin pensiyaga chiqqandan keyin Türkiye Devleti Baş Ministerligida harbiy mutaxassis bo'lib ishildi. 1986 yili Sharqi Turkiston vaqfining mudirligi vazifasini o'z ustiga olgan Uyg'ur general 2010 yili 2 ayning 16 kuni kasal sababi bilan 85 yoshida Ankara'da vafot bo'ldi. Yig'inda so'z olgan professor doktor Abdulhamid Avshar Mehmet Rıza Bekinning Sharqi Turkiston vaqfi mudirligi vazifasini topshirib olgandan keyin Sharqi Turkiston masalasini xalqaralashtirish uchun alohida kuch chiqarganligini so'zlab o'tdi. Ve o işi yürüteceklerin de daha ön plana çıkmasını, yani bir şey değil, ben yaptım, her şey benimdir değil, önemli olan dava kazansın mantığıyla hareket ederek Doğu Türkistan davasının ulusallaşmasını sağladı. Bu da çok önemli bir şey. Şu anda evet Doğu Türkistan davası dünya çapında hiç olmadık seviyede bu ne kadar tarih boyunca uluslararası düzeyde. Bunun da esas şeyi Paşa. General diplomatlik ve stratejik bir üslup kullanıp hareketinin idevi asas salgıcısı özü bolsumu daima arka septi turup emeli hizmet kılgıçlarını aktif kollap kelgen idi. En muhim bolğını elip berip atkan küreşinin g'alaba qilishini maqsad qilgan holda harakat qilib, Sharqi Turkiston masalasining xalqaroga yuzlanishiga tuhfa qo'shdi. Ege Üniversitesi o'qituvchisi professor doktor Olimjon Inoyat o'zining Sharqi Turkiston vaqfining tashabbuslari va o'qish mukofoti bilan o'qiganligini, yaqinqi yillardan buyon Mehmet Rıza Bekin efendi reislik qilgan Sharqi Turkiston vaqfining o'rinlashtirilishi bilan o'qigan 30 dan oshiq o'quvchining bugungi kunda ziyolilar sepiga qo'shilib, Turkiyaning har qaysi universitetlarida akademik xizmat qilayotganligini tushuntirdi. Alim muallim yana Mehmet Rıza Bekin vaqtida yetishib chiqqan ziyolilarning ba'zilarining xalqaroliq siyosiy sahnalarda Uyg'ur masalasi to'g'risida aktiv harakat qilayotganligini ta'kidlab o'tdi. Şu an 30'dan fazla akademisyen var. Çeşitli üniversitelerde okuyor ve çalışıyor ve bunlar büyük bir kısmı vakfın bu bursuyla okumuş insanlar. Aynı zamanda vakfın bu bursuyla okuyup da dünyanın çeşitli bölgelerine giden, devletlerine giden arkadaşlarımız vardı ve bunlar Doğu Türkistan davasını dünyanın çeşitli bölgelerine taşıdılar. Yakın tuqqanlardan birisi bo'lgan o'qituvchi Muhammed Ali efendim General Mehmet Rıza Bekinning nihoyatda intizomchan biri ekanligini hayot vaqtidagi o'z kechirmishlarini misol keltirish orqali so'zlab berdi. Rıza Gün Paşa bir hatırasını anlatır. 3 arkadaşla dedi, Ankara'ya gittik dedi. Saat 9'da dedi, saat 8.30'da toplanmamız gerekiyor. Lobide olun, önemli bir mesele dedi. Ve bazı muhteremler uyuyakalktığından bahsetti. Ona üzülüyordu. Disiplin. Çünkü şöyle söyleyeyim. Sizin hamiyetinizle, hamasetinizle ayıran şey disiplindir. Ve disiplin sizin hedefe olan odağınız değildir. Süreçteki kazanımınızdır. Muhakeme yığını ahırlaşkandan keyin yığınga qatnashgan Uyg'urlar General Mayor Mehmet Rıza Bekinning Ankara'dagi qabrisini ziyorat qilib, qisqacha duo tilovat qildi.